Haqiqatdan eshigiga men yem bersam, eshigimi ketadimi? Yo'q, albatta, shunaqa murakkab kasallik bitta eshigiga yem bergan bilan o'tib ketmaydi. Bu xalq orasidagi bir oddiy mif xolos. Aslida bu haqda oldin ham gapirganman. Men bu videoni ko'rsanglar, nimaga u ishlamasligini aytib berganman. Eshik yemi faqat allergiya sababli toshadimi? Yo'q, aslida eshik yemi faqatgina 5-10% holatdagina allergiya sababli bo'lishi mumkin. Unaqa toshib ketmasligi uchun men har doim parhezda yurishim kerak. Yo'q, dieta hammaga ham zarur emas. Siqilib kelsamda, shu ishxonadan yoki boshqa joydan shu deb ham chiqib ketish mumkinmi? Albatta, stress ham eng katta provokatorlardan bittasi. Organizmimni tozalasam, detoks qilsam, mana shunaqa har xil modniy so'zlar paydo bo'lib ketdi-yu, shu yordam beradimi? Yo'q, bizning organizmimiz qo'shimcha tozalashga muhtoj emas, organizm o'zini o'zi juda ham yaxshi tozalaydi. Eshigimni toshmasa ham men doim dori ichib yuraman. Bu qanchalik to'g'ri? Bu 100% to'g'ri, lekin har bir bemor individual. Dozani va kursni davomiyligini doktoringiz bilan albatta maslahatlashishingiz kerak bo'ladi. Agar aynan menga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi telefonlarga telefon qilsanglar bo'ladi.